Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugungi darsimizda taklif fikrlashning zarur mavzularidan biri bo'lgan yetarlilik sharti mavzusini o'rganamiz. Yetarlilik sharti va zarurlik sharti mavzularidan Prezident maktabi imtihonlarida juda ko'p savollar tushadi. Diqqat bilan o'rganishga harakat qiling. Xo'p, yetarlilik sharti, ya'ni bir nima bajarilgan bo'lishi natijaning bor ekanligi uchun yetarli bu yerda. Masalan, buni A deydigan bo'lsak, buni B deydigan bo'lsak, A nuqta masalan qornimiz och bo'lgan nuqta, B nuqta qornimiz to'q bo'lgan nuqta. A nuqtadan B nuqtaga kelgan bo'lsa, demak biz nima somsa yegan bo'lishimiz mumkin. Xo'p, och nuqtamizdan to'q nuqtamizga somsa orqali o'tdik, ya'ni somsa yedi, demak qorni to'q desak, bu to'g'ri fikr bo'ladi. Ya'ni A bor, demak B ham bor desak, bu to'g'ri fikr bo'ladi. Lekin A yo'q, ya'ni somsa yo'q, lekin demak qornimiz ham to'q emas desak, bu noto'g'ri bo'ladi. Chunki boshqa yo'l orqali Bga o'tgan bo'lishi mumkin bu yerda. Manti yoki osh, ya'ni boshqa shartlar bajarilib ham natijaga erishilgan bo'lishi mumkin bu yetarlilik shartida. Bu yerda demak buni bor ekanligi, endi masalan qornimiz to'q. Bu degani demak somsa yeganmiz desak, bu noto'g'ri bo'ladi. Chunki bizni qornimiz to'q bo'lgani bu somsa yeganimizni anglatmaydi. Manti, osh yoki va hokazo minglab variantlar bor bizda boshqa. Xo'p, lekin bizda B'ning yo'q ekanligi, ya'ni bizda qornimiz och, demak bizda somsa yemaganmiz desak, bu to'g'ri fikr bo'ladi. Chunki biz somsa yeganimizda qornimiz to'q bo'lgan bo'lardi yuqoridagi shart bo'yicha. Hozir quyidagi savolni boshqa ko'rinishini ham ko'ramiz birgalikda. Bir xil formula, shu bir xil demak qonuniyat, faqat turli xil savollarda turli xil jumlalar orqali keladi savollar. Bu A nuqta, bu B nuqta. Ro'ziboy oylik olsa kayfiyati yaxshi bo'ladi dedi. Matnda berildi. Xo'p. Bu yerda yaxshi kayfiyat deymiz. Bu demak yo'lak oylik bo'ldi, to'g'rimi? Endi boshqa sabab bilan ham uni kayfiyati yaxshi bo'lishi mumkinmi? Mumkin. Xo'p, bizda bu yerda A ni bor ekanligi, bu qaytadan yozib o'tirmayman, shu formulalarni takrorlaymiz. Yana shu formulalar bu yerda ham o'rinli bo'ladi. A ni bor ekanligi, B ni bor ekanligini anglatadimi? Anglatadi. Oylik olgani, uni kayfiyati yaxshi ekanligini anglatadi. Chunki yuqoridagi matnda shu fikrni aytdi. A ni yo'q ekanligi, ya'ni oylikni yo'q ekanligi, bu uni kayfiyati yomon deganimi? Oylik olmadi, demak uni kayfiyati yomon deganimi? Yo'q, albatta. Bu yerda boshqa sabablar orqali ham uni kayfiyati yaxshi bo'lgan bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Masalan, do'stlar bilan uchrashuv yoki qandaydir ziyofat yoki boshqa minglab sabablar bo'lishi mumkin. Bizda demak Ro'ziboy oylik olmadi, demak uning kayfiyati yaxshi emas desak, bu fikr noto'g'ri bo'lar ekan. Endi Ro'ziboyning kayfiyati yaxshi, demak u oylik olgan desak, bu fikr ham noto'g'ri. Chunki bu oylik olgandan boshqa sabablar orqali ham, oylik olmagan lekin boshqa sabablar orqali ham uni kayfiyati yaxshi bo'lgan bo'lishi mumkin. Mana yozdik-ku, do'stlarini uchratgan yoki boshqa minglab sabablar bu yerda bo'lishi mumkin. Endi lekin agar Ro'ziboyni kayfiyatini yomon, demak u oylik olmagan desak, bu fikr to'g'ri bo'ladimi? Albatta to'g'ri bo'ladi. Chunki Ro'ziboyni oylik olsa kayfiyati yaxshi bo'lardi. Oylik olmadi, demak kayfiyati yaxshi emas. Yoki natija yo'q, bu yerda shartlarning birontasi bajarilmagan. Ya'ni uni yaxshi kayfiyati yo'q, kayfiyati yaxshi emas. Demak, u bironta shartlar, oylik ham olmagan, ziyofat ham bo'lmagan, do'stlar ham boshqa
birorta sabab bajarilmagan uni kayfiyati yaxshi bo'lishi uchun. Demak, shu A va B'lar usuli orqali misollarni yechish muammo tug'dirmaydi. Faqat shuni mantiqini, shuni mazmunini aniq qilib tushunib olishimiz lozim bo'ladi. Xo'p, bu mavzuni yanada mustahkamlaymiz. Misollar yechish davomida uy vazifalarni bajarib boring va shu uy vazifani o'rgatilgan videolarni, birma-bir misollarni ham xatolar ustida ishlab, video tahlillarini ko'rib, o'rganib boringlar. Xayr, darslarda ko'rishguncha.